Bilasizmi, mana shu hashamatli uchastkalarni ham ko'rib turish kerak ekan. Ko'rganingizga yarasha o'shanga niyat qilish kerak. Niyat qilib bitta like bosib qo'ysangiz ham zo'r bo'ladi. Chunki niyat o'zingizni orzuyingizga baribir ham yaqinlashtiradi. Allohga oson. Ayni shunaqa niyat qilganlar uchun mana shu videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Uglovoy joyda joylashgan bitta zo'r uchastkamiz savdoga chiqdi. Pulimizning birinchi fishkasiga keladigan bo'lsa, qaranglar, ikkita darvoza chiqarilgan ekan. Ya'ni birinchisi bu yerda paradniy darvozasi hisoblanadi. Ayni mehmonlar kutib oladigan mana shu joy bo'ladi. Keyin esa uyni o'zi uchun, oila a'zolari uchun mo'ljallangan darvozasi bor. Mashina kirib, shu yerda dam olib ko'rib turganinglardek basseynlari bilan chiroyli dizaynda qilingan hovlimiz bor. Bismillohni aytib xonadonga kirib boraveramiz. Endi esa birinchi xonamizdan boshlaymiz. Bu yoqqa o'tganimizda oshxonamiz bor. Oshxona ko'rib turganinglardek keng, katta, bemalol vaqtingizni o'tkazadigan xonamiz bor. Undan tashqari bu hovlimizni bu eshigidan o'sha hovliga chiqib ketish, ya'ni boyaga ko'rsatgan basseynli bor joy, oilaviy zona deb aytamiz. Bu yog'iga o'tganimizda esa bu yog'imiz mana zal bor. Zal ko'rkamligiga bitta e'tibor beringlar. Ma'qul bo'lsa kommentariyada olovlarni ham qo'yib qo'yishni unutmanglar. Endi esa dars o'tiraveramiz. Bu yog'imizda bitta spalni xonamiz bor-da. Spalnimizda qo'shimchasiga garderobnisi ham mavjud. Endi esa sanuzel zonaga o'tamiz. Bu yog'iga o'tganimizda bu texnik zona hisoblanadi, ya'ni injenerka deyiladi. Именно hovlimizning mana shu yuragi mana shu joylashgan isitish ta'minoti, do'kontirli kotellar shu yerda. Bu yoqqa o'tganimizda esa bu yoq общий sanuzelimiz hisoblanadi. Ikkinchi qavatga chiqib boraverarkanmiz, menga juda yoqqan tarafi ayni yashash zonalari mana shu yerda joylashgan bo'lib, bu yoqda qaranglar, sanuzeldan tashqari kladovka yoki garderobniy sifatida foydalanasiz. Undan tashqari родительский spalniga bitta ahamiyat beringlar, juda chiroyli joylashgan ekan, keng katta. Keyingi xonamizda esa xolasangiz bu yoqqa mana kabinet qilasiz, навесной balkonlari bilan turibdi, bemalol o'zingizni ish zonangizni shu yerda hissangiz bo'lar ekan. Endi esa zalimizga bitta nazar tashlaymiz. Zalimiz ham pastdagi zaldan hashamat kam emas. Xolasangiz bu yoqqa ham spalni qilib olaverasiz. Zal bitta kerak bo'ladi desangiz. Endi esa oxirgi detskiy xonasiga kirib boraveramiz. Detskiy xonasini qaranglar, qanaqa kattaligini. Umumiy maydoni 5 sotudan tashkil topgan bo'lib, xonalar soni 6 ta hisoblanadi. Undan tashqari 2 ta hovliga ega bo'lyapti. Ya'ni oilaviy zona va mehmondorchilik zonasida aytaveramiz. Undan tashqari o'zining letniy kuxnyasi mavjud. Manzilga keladigan bo'lsa, Sergeli tumani Beruniy mahallasida joylashgan. Narxi esa $330 ming so'ralmoqda. Yana joyda savdolashadigan joylari bor.